Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulillah Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler. El muslimu men salibel muslimune min lisanihi ve yedihi. Vel muhaciru men hacere ma nahallahu anhu deb. Yani hakiki Müslüman shunda inson kim, uning tilidan, qo'lidan musulmonlar salomat bo'ladi, omonda bo'ladilar. Va muhajir, yani ko'chuvchi, shunday inson kim Alloh taolo qayt degan gunoh ma'siyatlardan qaytgan insondir deb marhamat qildilar. Ya'ni payg'ambar alayhisolatu vasallam haqiqiy mo'min musulmonni sifati qanday bo'lishligi to'g'risida siz bilan biz mo'min musulmonlarga bayon qilib tushuntirib bermoqdilar. Ya'ni kim o'zini men mo'minman, musulmonman desa, uni tilidan, uni qo'lidan musulmonlar salomat bo'lishi kerak. Nima uchun payg'ambar alayhisolatu vasallam bu o'rinda birinchi o'rinda tilni misol qilib keltirdilar. Biz avval ham bu to'g'risida bu hadisni ko'p va xo'p sharhlaganmiz. Yana bir marta aytib ketsang foydadan xoli bo'lmaydi. O ham bo'lsa kim til. Bu shunday Alloh taoloning marhamati kim la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh desangiz mo'min, musulmon, iymonli inson bo'lasiz. Agar Xudo yo'q deydigan bo'lsangiz kofir bo'lasiz, dindan ajralasiz. Shuning uchun ham birinchi o'ringa tilni keltirilganligini yana bir sababi, bu til bilan inson Qur'on o'qiydi. Bu til bilan inson pand nasihat qiladi. Odamlarni yaxshilikka chaqiradi. Bu til bilan kitob o'qiydi. Qisqasi tilning juda ham katta foyda va manfaatlari bor. Ammo til tarbiyasiz bo'lsa odamlarni g'iybat qiladi. Til bilan kimlarnidir haqorat qiladi, hattoki tilni chiqarib odamlarni masxara qiladi. Shuning uchun ham demak payg'ambar alayhisolatu vasallam tilni misol qilib keltirishliklarining boisi, demak til insonni jannatga boshlaydi, til insonni do'zaxga kirishligiga sabab bo'ladi. Yuqorida aytganimizdek, savob ishlarga doimo chaqiradigan bo'lsa, odob, axloq o'rgatadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning kalomlarini o'qiydigan, yaxshi narsalarni gapiradigan bo'lsa, til insonni oliylikka, jannatga olib kiradi. Ammo yuqorida aytib o'tganimizdek, til tarbiyasiz bo'ladigan bo'lsa, turli bemaza gaplarni gapiradigan bo'lsa, hattoki o'lganlarni ham til g'iybat qiladigan bo'lsa, insonni do'zaxga tushishligiga sababchi bo'ladi. Til shunday tarbiyasiz bo'lsa, kimlarnidir so'kadi, haqorat qiladi, onasidan so'kadi, la'nat aytadi, qarg'ish aytadi. Shuning uchun ham tilga nihoyat darajada nima qilishimiz kerak? E'tibor berishligimiz kerakki, tilim bor deb turib o'ylamasdan gapiraverish kerak emas. Mana nikohda qabul qildim, o'zi imon ixtiyorimni topshirdim degan er xotinni o'rtasida gap bilan oila quriladi. Seni taloq qildim, javobingni berdim, qo'ydim kabi so'zlar bilan oila nima bo'ladi? Vayron bo'ladi. Shuning uchun mo'min, musulmon inson, mo'minalar, muslimalar tilim bor deb turib birovlarni qarg'ash, baqirish, har xil haqorat gaplarni gapirishdan saqlanishga payg'ambar alayhisolatu vasallam buyurmoqdilar. Demak, mo'min musulmonning tili shirin bo'lishi kerak. Tili pand nasihat qiluvchi bo'lishi kerak. Til eng birinchi o'rindagi tarbiyachi bo'lishi kerak. Shu bois ham payg'ambar alayhisolatu vasallam
birinchi o'rinda tilni qo'yishligini sababi boisi shudir. İnşallah keyingi mavzuda hijrat to'g'risida ham tushunchalar berib o'tamiz. Bu aytayotgan so'zlarimiz o'zini mo'minman, musulmonman, odamman, insonman, aqlliman, hayvon emasman degan insonlar uchun. Shuni yaxshi bilinglarki, payg'ambar alayhisolatu vasallamni yaxshi ko'rgan, Alloh subhanahu va taoloni yaxshi ko'rgan inson Alloh taolo qilmagan bu narsa harom, bu narsani gapirish mumkin emas degan so'zlarga itoat etib labbay deydi. Payg'ambar Muhammad alayhisolatu vasallamni yaxshi ko'rgan inson o'z zotni xulqlari bilan, odob axloqlari bilan ziynatlanadi va u zotni aytgan buyruqlariga itoat etib Alloh taoloning jannatiga dohil bo'ladi. Shuning uchun aslo va aslo tilimiz bilan birovga ozor bermaylik. Odamlarga yaxshilik, ma'rifatni o'rgatib Alloh subhanahu va taoloning jannatiga dohil bo'laylik.